Biznesga kirish fanimizda biznesda tavakkalchilik, ya'ni riskni boshqarish mavzusini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'niki birinchisida o'sha tavakkalchilik va xavf turlari haqida dastlabki tushunchalar berib o'tiladi. O'z nomidan ham demak ma'lum, ya'ni tavakkalchilik va xavf turlari holati, ya'ni o'zbek tilining izohli lug'atida tavakkal so'zi tushunchasi bor. Bu degani o'sha uzoq mulohaza qilinib o'tirmay nima bo'lsa o'sha holat bo'yicha tayyor bo'lib turib, yo ostidan yo ustidan zaylidagi bizda naqllar mavjud, qilingan harakat ma'nosida tarjima qilinadi o'zbek tilida. Ya'ni tavakkalchilik tushunchasi esa tavakkalga, ya'ni tavakkal bilan ish qiluvchi ma'nosini beradi. Endi boshqa davlatlar holati bo'yicha amerikalik ishbilarmonlarga xos bo'lgan tavakkalchiliklarni Amerika iqtisodiyotida chapani, ya'ni bo'lmasa o'sha demak muhojirlar olib kelgan va sindirganlar, ya'ni ular demak o'troq ehtiyotkor demak yerli aholini o'z ishbilarmonlik faoliyatida tavakkalchilik ham qilib turishga majbur etishgan dastlabki holatda. Bank, birja, tijorat amaliyotida valyuta xatarini sug'urta qilishning turli usullari ham demak o'sha holat bo'yicha yuritiladi. Ya'ni qo'shimcha ishchi kuchiga, bozorning ahvoli va xususiyatlari to'g'ridagi axborotga yetarlicha moliyaviy demak mablag'larga ega bo'lgan korxonalar o'rtasida sheriklar axtarish holati, tor sohalarning qaysi birida xalq, ya'niki o'sha hammadan ko'p bo'lsa o'sha sohada tashqi maslahatchi ekspertlar xizmatidan foydalanish, xavfni oldindan bilish, ya'ni o'sha tusmollash, tor joylarni va xavf manbalarini aniqlab olish, o'zini sug'urta qilish uchun korxona aylanma mablag'larning bir qismi hisobiga zaxira jamg'armasini tuzish va biznesni xodimlarini sug'urta qilish yo'li bilan xavfning bir qismini boshqa shaxslar yoki tashkilotlarga yetkazish holatlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda o'sha tavakkalchilikning turlari haqida dastlabki ma'lumotlar berilgan, ya'ni amaliyotda rahbar yoki tadbirkor o'z faoliyatida mol-mulk talofatiga, moliyaviy yo'qotishlarga, daromadlarning kamayishiga, foyda darajasini aniqlashdagi xatoliklarga yo'l qo'ymaslik va shu jihatlarni yaxshilash maqsadida turli-tuman tavakkalchiliklardan iborat va shu kabi holatlar bor. Shunday sharoitda qaysi bir turdagi tavakkalchiliklarni tanlash, qaysi bir ko'proq samara berishi mumkinligini aniqlash ko'p jihatdan tavakkalchilik turlarining ilmiy asoslangan tavsifnomasi bilishni taqozo etadi. Ya'niki sof, ya'ni o'sha chanqovchilik holatlari, tavakkalchilik, tabiat bilan bog'liq tavakkalchiliklarimiz ham mavjud, ekologiya bilan bog'liq tavakkalchiliklar, siyosat bilan bog'liq tavakkalchiliklarimiz mavjud, transport bilan bog'liq, tijorat bilan bog'liq tavakkalchiliklarimiz albatta biznesda, tadbirkorlikda mavjud hisoblanadi. Keyingi slaydimizda ko'rishimiz mumkin tavakkalchilikning boshqarish holatlari. Albatta tavakkalchilikni boshqarish yuqorida demak ta'kidlayotganimizdek aksariyat alohida iqtisodiy baholashlar va boshqaruv qarorlari ko'p variantli bo'lib, ehtimollik xarakteriga ega hisoblanadi. Shu sababli yondashish bu jarayonda tabiiy bo'lganda baribir noxush holat hisoblanadi. Ya'ni quyidagi sharoitlarda, ya'ni boshqaruvchi, menejer tavakkalchilikdagi xavf ehtimoli, u xavf darajasini pasaytirish choralari, ehtimol qilinayotgan zararni qoplash yo'llarini oldindan hisob-kitobini qilish lozim hisoblanadi. Tavakkalchilikni aniqlashning mohiyati ham aynan ana shunda hisoblanadi. Ya'ni tavakkalchilikni boshqarishdan maqsad korxonani faqat bankrotlikdan saqlab qolish emas, balki qanday sharoitda bo'lsa ham foydani minimal darajadan past bo'lishiga yo'l qo'ymaslik hisoblanadi. Keyingi slaydimizda ko'rishimiz mumkin tavakkalchilikning egri tizimini chizish, ya'niki o'sha aynan undagi xavf zonalarini aniqlash,
tavakkalchilik samaradorligiga baho berish bir qator usullarni qo'llashni talab qiladi bizdan. Ya'ni ular quyidagilardan iborat hisoblanadi. Ya'ni o'sha statistik usul, ya'ni statistik usulda deganda bilamiz o'sha yillar kesimidagi biz faoliyat olib borayotgan o'sha tadbirkorlik holati bo'yicha tahlillar olib borish va ekspert usuli, ya'ni o'sha aynan o'sha yerdagi holatlarni baholash holati bo'yicha analitik usul holati. Endi bu yerda mana yana quyida statistik, ekspert, analitik usullarga ta'riflar ham berib o'tilgan. Ya'ni statistik usul deganda yordamida o'xshash faoliyat bilan shug'ullanadigan xo'jaliklarda ko'riladigan zarur uning darajalari va takrorlanib turish hollarini o'rganadi. Ya'ni ikkinchisida ekspert usuli yordamida tajribali tadbirkorlar fikr yig'iladi, u qayta ishlanadi, menejer mutaxassislarining aniq tijorat operatsiyalarida xavfning kutilishi darajalari to'g'ridan fikrlari tahlil qilinadi. Analitik usulda esa ehtimollar nazariyasi, ya'ni o'yinlar nazariyadagi matematik modellarni qo'llashga asoslanadi. Keyingi slaydimizda ko'rishimiz mumkin tavakkalchilikning diversifikatsiyalash, ya'ni korxona kapitalining turli faoliyatlarga investitsiyalash, turli ko'rinishdagi qimmatli qog'ozlarga investitsiyalarni kiritish, investitsiya portfeli tarkibini optimallashtirish, tovar yetkazib beruvchilarni ko'paytirish, bozorning bir qancha segmentlariga bo'lish, tovar va xizmatlarni sotish, ya'ni iste'mollar kategoriyalarini topish, mijozlar to'g'risida ma'lumot to'plash, ya'ni yangi mintaqalarni qamrab olishlar hisoblanadi. Ya'ni yana kadrli mollarni turli joylarga saralash va hokazolar. Ya'ni kiritilish mumkin bo'lgan zarur oldini olish va samarali nazorat qilish tizimini qo'llash. Ikkinchi usul, ya'ni zararni qoplash uchun quyida tadbirlar amalga oshiriladi. Ya'ni maxsus zaxiraga va sug'urta fondlarini tashkil qilish, tavakkalchilikni sug'urta tashkilotlarida sug'urta qilishdan iborat hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tilgan o'sha mavzu doirasida qisqacha xulosa beradigan bo'lsak, aynan o'sha risk, ya'ni tavakkalchilik holati bo'yicha bozor iqtisodiyoti sharoitida tavakkalchiliklar va uning turlari holati bo'yicha tavakkalchilik, ya'ni risklarning ta'rifi va ularning doimiy mavjudligi haqida gaplashib o'tdik. Va yana tavakkalchilik xavf-xatarlar, ya'ni risklar hayotda mavjudligini tan olish holati bo'yicha tavakkalchilik foydadan mahrum bo'lish va boshqa sabablarga ko'ra zarar ko'rish singari yomon oqibatlar ro'y berish ehtimoli bilan ifodalanadi deb ham aytdik va shu ma'noda ta'rif berib o'tyapmiz. Tavakkalchilik, ya'ni oqibatning yaxshi bo'lishiga umid bog'lab, xavf ehtimolligini zimmasiga olgan holda qilinadigan harakatga nisbatan aytiladi. Ya'ni tavakkalchilik resurs yoki daromaddan to'la yoki qisman yo'qotish xavfi, ya'ni tavakkalchilik noaniqlik sharoitida har qanday menejer uchun tabiiy holat, vaziyat holatini ko'rishimiz mumkin. Va tavakkal demak o'sha aynan bu omadsiz oqibatning miqdoriy baholanish holati ham deb aytiladi. Demak, yuqoridagi mavzu doirasida tavakkalchilikka juda ko'plab ta'riflar va demak bu yerda materiallar berib o'tildi va bundan tashqari yana ma'ruza matni ham e-learning platformasiga joylangan. Bu yerda bu bilan tanishib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Va yana bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak, o'sha Hemis platformasida ham fan resurslari holati bo'yicha ushbu mavzular doirasida ma'lumotlar qo'shimcha tartibga yuklangan. Bulardan ham axborot manbalari foydalanish adabiyotlar holati bo'yicha bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu mavzu doirasida yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Albatta ma'ruza matni o'sha fayllarimiz ushbu taqdimotdan keyin yuklangan.